Hozirgacha juda ko'p, adashmasam 200 dan ham ortiq kitob o'qiganman. O'zbekcha degan qiz haqida. Kitob olamiga kirishimga eng katta sababchi bu meni ota-onam bo'lgan. Все началось одним весенним днем, когда мы с мамой поехали в библиотеку. Она хотела купить себе книгу. Kitob o'qish bu oiladan boshlanadi. O'ylashimcha, dunyoqarashimni katta o'zgartirib olgan narsalar. Men u odamlarga shunday qaraganman-da, senga o'xshab boshqalarga mana shu savolni bermaydigan saviyaga erishganman deganman. Bo'ldi, boshqa gap aytmaganman. O'quvchilarning hayotiga kitob bu juda ham katta rol o'ynaydi deb o'ylayman. O'lsang kim yig'laydi deb ma'no katta, boyotni kambag'alotida biznes katta. Kitob o'qib nima topding deydigan odamlar o'zi aslida Unisini aytmaydi. Hozirgi kunda yoshlar orasida kitob o'qish deyarli yo'qolib bormoqda. Oldinlari kitob o'qiyotgan odamni ko'rish odatiy hol bo'lgan bo'lsa, hozir esa jamoat joyida kimdir kitob o'qiyotgan bo'lsa, hamma unga ajablanib qaraydi. Ba'zilar kitob o'qib olim bo'larmiding, nima qilasan, hamma narsa internetda bo'lsa degan gaplari ba'zida qulog'imizga chalinadi, afsuski. Ko'pchilik kitobni shunchaki ma'lumot olish uchun deb tushunishadi, lekin unaqa emas. Kitob insonning fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi, tasavvurni kengaytiradi. Kitob miyamiz uchun kuchli ozuqa, yaqin do'st va eng zo'r ustozdir. Yoshlarning kitob o'qimasliklariga bir nechta sabablari bor. Eng asosiy sabablardan biri bu kitobxonlar muhiti yo'qligi. Agar oilamizda yoki do'stlarimiz orasida kitob o'qiydiganlar bo'lmasa, biz hech qachon kitobga qiziqmaymiz va kitob o'qimaymiz. Chunki inson o'zini o'rab turgan muhitidan ta'sirlanadi. Siz kitob o'qishni shakllantirmoqchi bo'lsangiz, eng avvalo kitob o'qiydigan muhitga qo'shilishingiz kerak yoki o'sha muhitni o'zingiz yaratishingiz kerak. Yoshlar deymiz-ku, lekin hamma yoshlar ham bir xil emas. Masalan, Registon maktabining o'quvchilari yaqqol ajralib turadi, chunki ular bilimga chanqoq va katta maqsadlarni ko'zlagan yoshlardir. Maktabimizda mana shunday o'quvchilar va haqiqiy bilimni olishni xohlovchilar uchun qulay sharoit yaratilgan. Maktabimizdagi o'quvchilarimiz kitoblarni sevib mutolaa qilishadi. Keling, bugun o'quvchilarimiz bilan yaqinroqdan tanishamiz va kitob olamiga qanday kirishganini o'zlaridan bilib olamiz. Kitob olamiga kirishimga eng katta sababchi bu meni ota-onam bo'lgan va juda ham ko'p marta kitob o'qishayotganligisini ko'rganman va bu menda qiziqish uyg'otgan. Ko'pincha kitob o'qishda qiziqishim bu kitob rasmlari bo'lgan. Kitob rasmlaridan keyin shunaqa bo'lganki, men kitobni o'zini o'qib chiqishni boshlaganman va o'shandan keyin esa kitobga bo'lgan muhabbatim oshgan. Meni birinchi kitobga bo'lgan muhabbatim do'stimning uyidan boshlangan. Do'stimning uyida stolning ustida kitob ko'rganman va unga qiziqib, birinchi betlarini o'qigandan keyin qiziqib ketganman. O'zbekcha degan qiz haqida shu birinchi kitobim bo'lib, juda ham qiziqarli va SSR davrida haqida bo'lgan. Shuning uchun men uni rosa yaxshi ko'rib o'qiganman. Shundan keyin kitobga mehrim oshib, hozirda ancha kitob o'qib qo'yganman. Meni birinchi bo'lib onam kitob o'qishga qiziqtirganlar. Uyda qarasam shu tortmada bitta kitob yotgan ekan. Oyimdan so'radim. "Oyi, bu kitob nima haqida?" deb so'radim. Keyin onam aytdilar, "Bu biznes haqida kitob" dedilar. Keyin o'shandan keyin oyimdan so'radim. "Oyi, menga aytib bering, shuni ozgina qisqa aytib bering" deb so'radim. Keyin oyim aytib berdilar. U biznes haqida bo'lgan. Keyin o'shandan keyin men kitob o'qishga qiziqib ketganman. Men kitob o'qishga yoshligimdan qiziqqanman. Meni qiziqishimga sababchi oyim bo'ladilar. Oyim juda ham kichkinaligimdan, yoshligimdan qo'limga kitob tutqazib, o'zlari ham juda ham ko'p kitob o'qib o'rgatganlar o'sha narsani. Menda ko'nikma hosil bo'lgan yoshligimdan. Kitob ko'rib katta bo'lganman men. Menga qo'limga birinchi tutqazgan kitoblari adashmasam 3 yoshimda. Men kitobdan bezib qolmasligim uchun birinchi kitobim ensiklopediya kitob bo'lgan. Juda ham ko'p rasmlari bo'lgan. Menga rasm kursida o'zlari tushuntirib berganlarda, nechidir varaq o'qishimni so'rab, keyin menga qayta so'zlab berishimni aytganlar. Men har doim kuniga uncha ko'p emas, shu 2-3 bet yoki 4-5 bet atrofida o'qirdim-da aytib berardim. Menda asta-asta o'shandan ko'nikma hosil bo'lgan. Keyin badiiy asarlarga o'tganmiz. Rasmli kitoblardan keyin badiiy asarlarga o'tganmiz. Bundan 6 oy oldin kitob qiziqtirib qo'ydi o'rtog'im. Va o'rtog'im kitobxonaga bordi. Mana shu kitobni
o'qiymizda xarobadan chiqqan milliarder kitobi. Все началось одним осенним днем, когда мы с мамой поехали в библиотеку, она хотела выбрать себе книгу, и таким образом я увидела свою первую книгу. Я была уже в осознанном возрасте, хотя до этого у нас в семье даже, сказать, все любят читать книги, начиная с моих дедушек и бабушек, заканчивая моими родителями. И таким образом, я думаю, у меня уже была, как бы сказать, любовь к читательскому миру, и таким образом я нашла свою первую книгу, хотя до этого у меня были другие. И после этого, несколько лет назад, я начала свой читательский путь, и таким образом он до сих пор продолжается. Я думаю, первым человеком, который ввел меня в этот читательский мир, это была моя мама, которая заинтересовала читать меня в более углубленных жанрах, как детективы, или же мистических жанрах, которые пишет Агата Кристи. Aksariyat ko'p joylarda ishlab ko'rganman, lekin Registon maktabiga kelganimda 9-10 sinflar o'rtasida bir bu klub bo'lib o'tdi. Menga eng yoqqani shu bo'ldiki, o'quvchi shunday qilishdi, uyidan olib kelgan kitoblarni qo'yib, almashtirib o'qish bo'ldi, ya'ni. Va shunday bo'ldiki, o'quvchilar o'zini kitobini olib kelib, qo'yib qolgan kitoblarni, voy bu kitob menda yo'q edi, mana shuni o'zi o'qimoqchi edim, topa olmay turdim degan bir-biriga shunaqangi almashish bo'ldi-da o'sha yerda. Juda ham va qiziqarli bo'ldi. O'quvchilarning ko'zidagi haligi topa olmayotgan kitobini topib ko'rgandan keyin uni ko'zidagi quvonchi, uni xursandchiligi, ular xursand bo'lgani sari siz ham ich-ichingizdan xursand bo'lasiz. Xuddi shunday voqea bo'ldi. Menga juda ham yoqdi va katta va kerak bo'lsa o'zim ham izlab yurgan kitoblarim bo'lgan, masalan, o'qimoqchi bo'lgan kitoblarim o'shalar o'rtasida bo'lgan. Masalan, o'quvchilarda olib kelishib, uydan qo'yishdi, o'sha yerlarga joylashdi qizlar. O'quvchilar tushdi, voy men bu kitobni o'zi olmoqchi edim, o'qimoqchi edim deganda o'zini kitobini qo'yib, bu kitobni olib ketib o'shunda ham 3 kun, 5 kun, uzog'icha bir haftaga ham bormadi. Uzog'i 5 kungacha ham o'qib, voy zo'r kitob ekan, ish o'rtog'iga mana buni o'qi, mana buni o'qi, juda ham zo'r ekan deb tavsiya berishdi. O'sha bo'lgan voqea juda ham menga qandaydir yoqdi, juda ham katta taassurot qoldirdi men uchun. Hozirgi paytlarda taxminan 30 tadan oshiq bo'lsa kerak deb o'ylayman kitoblarimni o'qigan. Chunki kitobxonada ham kitob o'qiganman, undan tashqari adamam, ota-onam ham kuniga 10 tacha kitob olib berishgan. Aynan Abdulla o'rtog'im shu kitob o'qishga qiziqtirib qo'ygani uchun 8 ta, 9 ta kitob o'qib qo'ydi. Shu paytgacha 10 tacha kitob o'qiganman. Hozirgacha juda ko'p, adashmasam 200 dan ham ortiq kitob o'qiganman. 10 tadan ko'p. До этого дня я каждый месяц почитываю свои прочитанные книги. И могу смело сказать, что до этого дня я прочитала более 100 книг. И каждый месяц я читаю по 10 книг. И таким образом я хочу расширить свой кругозор и также углубить свой читательский мир. Men ko'proq nafs va detektiv kitoblar mavzusidagi kitoblarni o'qiyman. Chunki men o'ylashimcha detektiv kitoblar fikrlashni juda ham katta oshiradi. Ko'proq diniy kitoblar o'qiyman. Chunki buni menga oyim tavsiya berganlar. Boshqa diniy emas bo'lsa, juda qiziqmayman. Faqat diniy kitob o'qiyman. O'qigan kitoblarim orasida menga yoqqanlari ko'p. Masalan, badiiy asarlardan ham ko'p, motivatsion kitoblardan ham ko'p, psixologik kitoblardan ham, lekin men o'qigan asarlarim ichida bolalik asari bor. Oybekning bolalik asari, uni juda ham ta'sirlanib o'qiganman. Sabab muallif shunchalik yoritib bergan urush davridagi bolalarning ahvolini, bolalarning hayoti kattalarniki bilan teng bo'lgan, ular ham bir xil ishlagan. Xohlagan narsasini kiyolmagan, yeyolmagan, boylagan, havas bilan qaragan narsalarni shoir shunaqa chiroyli rang-barang bo'yoqlar bilan keltirib bergan. Asar ichiga kirib ketib o'qiganman-da. Hatto nima desam, hatto kimdir chaqirsam eshitmay qolganman. Ayniqsa, anu kichkina qahramonni dasturxonda turgan shirinliklarga qarab turib, "Busi nima qilyapsan?" deganda, shunchaki parvardan sanab o'tirman degan joyda shunchalik his qilganman, ko'zlarimga yosh kelib ketganda, o'sha davrda his qilib o'qiganman. Savodi bor odam kitob o'qishi kerak. Agar uni savodi bo'la turib kitob o'qimasa, savodidan nima foyda? Birinchi o'qigan kitobim bu erta kitob bo'lgan. Agar adashmayotgan bo'lsam, 8 yoshimda bo'lgandi. Yoshligimda birinchi o'qigan kitobim ertak kitob bo'lgan.
o'sha aka ukalar haqidagi ertak kitob bo'lgan. U kitobni men o'zim o'qib tugatganman. Unga oyim o'qishga qarashmaganlar. U kitob rosa ham qiziq bo'lgan, rosa ham qiziqqanman. Keyin oyim masalan kechqurun svetni o'chirib, chironni o'chirib chiqib ketardilar-da xonamdan, lekin men astagina yana chironni yoqib olib o'qirdim, qiziq edi-da. 200 mi 250 bet atrofidagi kitobni qiziqib 3 kunda tugatib qo'yganman. Men 4 yosh bo'lganman u vaqtda. Keyin u asarni adam bilan oyimga so'zlab berayotganimda, o'sha boshdan oxirigacha so'zlab berayotganimda uxlab qolishganda, u asarni tez tugatib qo'yganimdan oyim vobshe xursand bo'lib ketganlar. Keyin katta kitoblarga o'tib boshlaganmiz. Birinchi o'qigan kitobim Savdogarlar ustozi bo'lgan. Первая книга, которая меня очень сильно заинтересовала, это была фэнтези-книга, а прям целый цикл «Школа добра и зла». Но вы можете сказать, что фэнтези-книги ведь они ничем не помогают, но вы ошибаетесь. Даже если книга является не того жанра углубленных, как, не знаю, нон-фикшн или бизнес, она может открыть вам одну мысль, которая ваше воображение может представить его и также охарактеризовать вашу, не знаю, характеристику или же интересы. И таким образом я до сих пор продолжаю читать в этих жанрах и остальных тоже. Hozirgi paytda odamlar ko'proq audio format yoki filmlarni ko'rish yaxshi ko'radi. Men bunga qo'shilmayman, chunki agar film yoki audio ko'rsak, odam yolg'ondan rol o'ynayotganini bilib turasiz. Ammo kitob o'qisangiz, o'zingiz tasavvuringizda va ichki dunyoyingizda o'ylab, bu hayotdan bo'lganini ishonasiz. Kitob o'qiyotganda his-tuyg'ular boshqacha bo'ladi. Men bunga ochiqchasiga to'g'ri ham deya olmayman, yo'q ham deya olmayman, chunki hozirgi paytda конечно hamma kino ko'rishni boshlayapti. Kitob o'qib qo'yganimdan ko'ra kinosini ko'rganim yaxshiroq deyapti. Lekin agar o'ylab ko'radigan bo'lsa, kitobdagi mazmunni kino bera olmaydi. Kino har doim qanaqa qilib turib aldaydi va boshqa narsalar bo'ladi. Kitobda уже hamma mazmun katta va men kitobdagi hamma narsani o'qib chiqqanim yaxshiroq. Xo'p, endi bu masalaga kelsak, to'g'ri, hozir juda ham ko'p aksariyat yoshlar ham, o'sha kattalar ham audio kitob yokida o'sha kitobni kinolarni afzal ko'radi. Lekin meni shaxsiy fikrim, har qanaqa audio kitobdan ham yokida kinosidan ham fizik kitobni o'zini ushlab o'qiganingiz yaxshi. Chunki audio kitob eshitayotganingizda baribir e'tiborsiz nimalargadir chalg'igan holda eshitasiz-da uni. Kitobni o'zini o'qisangiz, ong markazingizda e'tiboringizda fokus faqat kitobga qaratilgan bo'ladi. Hech qanaqa detal o'qiyotganda qolib ketmaydi. Kinosiga keladigan bo'lsak, asarda berilgan narsalar kinolarda o'zgartiriladi, yo nimalar qo'shiladi, yo nimalardir olinadi-da. Keyin hamma kitobni ham kino qilib chiqarib bo'lmaydi. O'sha uchun asosiy ma'noni, haqiqiy nimani o'zagini tushunishga xohlayman desangiz, fizik kitobni varolab o'qiganingiz yaxshi. Kitob o'qisa, ba'zan odam ham tinchlanadi, keyin tushunarliroq bo'ladi-da. Kitob endi kino, audiolarda ko'p joyini kesishgan bo'ladi-da. Есть разные люди, и у всех есть свое мнение. И, возможно, для кого-то прочитать книгу будет лучше, и я думаю, и советую, что когда вы читаете физическую книгу, то она дает вам прожить эту жизнь, написанное автором, и таким образом прочувствовать эти эмоции и вообразить это все, даже почувствовать страницы. Это все ощущается совсем по-другому. Но есть и люди, которые могут сказать, иметь другой образ жизни, нежели наш. И таким образом им легче прослушивать книги. Это тоже хороший способ. Но когда вы смотрите телевизор, я не думаю, что он может вам дать какой-нибудь, не знаю, креативные идеи, которые вы можете получить от книги. В большинстве случаев телевизор просто отупляет ваши мыслительные части вашего мозга, и просто, не знаю, возможно, не стоит никакого креативного мышления вам. Biz aksariyatda o'quvchilarga o'zini qiziqishidan kelib chiqqan holatda tavsiya beramiz. Ya'ni u qaysi tilda yaxshi o'qiy oladi? Rus tilidami, ingliz tilidami yoki o'zbek tilidami? Masalan, 1-sinfdan 4-sinfgacha bo'lgan, ya'ni shu kichikroq yoshdagi, nafaqat 4-sinf, kichikroq yoshdagilar topishmoqlar o'qishni juda ham yaxshi ko'rishadi. Topishmoq, ertaklar, o'tirib bir-biriga topishmoq aytishadi, ertaklarni aytib berishadi, qiziqarli bo'lgan ertaklar. Undan kattaroq bo'lgan o'quvchilarga esa o'zlariga o'z tarbiyaga oid kitoblar, psixologik bo'lgan kitoblarni,
qiziqib so'rashadi. Masalan, atom odatlari. Uni ham ruschasini ham o'zbek tilida ham ingliz tilida bo'lgan kitoblarni o'quvchilar olib o'qishdi. Juda ham qiziqdi. 9-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarga esa psixologik kitoblar, detektiv bo'lgan kitoblar, badiiy kitoblardan bo'lgan kitoblar hammasi endi o'zini qiziqishidan kelib chiqqan holatda tavsiya beramiz. Masalan, kelgan o'quvchiga birinchi o'rinda qiziqishini so'raymiz. Nimaga qiziqasiz deb so'raymiz va o'sha qiziqishidan kelib chiqqan holatda beramiz. Ko'pincha psixologik kitoblar so'rashadi, badiiy kitoblar so'rashadi, detektiv bo'lgan kitoblar so'rashadi va o'shalardan tavsiya qilib beramiz o'quvchilarga. Kitob tanlashda hozir menga hech kim yordam bermaydi. Bizning oilada kitob tanlashda chegaralar, ya'ni sarhad yo'q. Ya'ni bu kitobni tanlama yoki bu kitobni o'qima demaydi. Men uydagilarim, men qanaqa kitob olsam, mayli o'qi, qiziqsang o'qi deydilar. Men kutubxonaga kirganimda menda shunaqa odat bor. To'g'ri sal g'alati tuyulishi mumkin, lekin kutubxonaga kirganimda kitoblar orasidagi qaysi kitob birinchi meni jalb qila olsa, o'sha kitobni borib olaman, mavzusini o'qiyman. Agar mavzusi haqiqatan ham og'ir, ma'noga ega o'zi mavzudan ham bilinadi-ku, kitobni ichida nima haqida yozilgan. O'sha menga yoqsa, men o'sha kitobni xarid qilaman-da. Qiziqsa tez o'qib chiqaman. Birinchi muqovasiga, keyin mavzusiga e'tibor beraman. Mavzu ko'proq diniy kitob olaman va ham o'zim yoshimga qarab kitob olaman. O'ylashimcha, men ko'proq muallifga ham emas, tafsirga ham emas, ko'proq mavzuga va kitobni qiyin yoki oson tilda yozilganiga qarayman. Chunki agar qiyin tilda yozilgan bo'lsa, men buni tushunmayman. Masalan, oldindan mavzuni bilib olsangiz, nima haqida gap ketishini bilib olasiz-da. Hozirgi kitoblar o'qiyotganim bu dunyoning ishlari va o'lsang kim yig'laydi. Agar ularni o'qib chiqadigan bo'ladigan bo'lsa, ular o'zimni yo'nalishim bo'yicha to'g'ri keladigan va ma'nosi katta bo'lgan kitoblardir. Va kitob tanlash bo'yicha men o'zimni soham va o'zimni kelajagimga juda ham katta foydasi tegadigan kitoblar o'qiyman. При покупке книги я опираюсь на 3 совета, которые я сама же себе составила. Это первое, каким образом книга может тебя заинтересовать и что ты от него получишь. Второе, каким образом советы, которые даны в этом книге, могут подействовать на тебя. И третье, каким же образом, трудно ли или легко будет тебе использовать эти советы в реальной жизни, у себя в окружности. Hozir internet rivojlangan, o'quvchilar internetda ko'rgan kitobini olib kelib bizga aytishadi. Masalan, shu kitobni olib keling, biz o'qimoqchimiz. Biz o'sha kitobni imkoniyat darajasida olib kelishga harakat qilamiz. Masalan, hozirgi ko'p bo'lgan vaqtlarda, hozir ko'p so'ralayotgan kitoblar yashamoq kitoblari juda ham ko'p bo'ldi. O'quvchilar so'radi. Biz o'sha kitoblarni, masalan, faqat yashamoq kitobi, balki boshqa kitoblarni ham qiziqib, o'zi qiziqqan, internetlarda ko'rgan kitoblarni so'rasa, biz imkoniyat darajasida o'sha kitoblarni olib kelib o'quvchilarga beramiz. Ularni ko'zda ko'rgan quvonchni tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Voy, olib keldingizmi deyishadi. Masalan, xursand bo'lib ketishadi. Yo bo'lmasam, kitobingiz keldi desam, voy, hozir deydi. O'sha darsdan keyin juda ham tezlik bilan tushib, o'sha kitob menga yozib bering, keyin sendan keyin men olaman, mana shunaqa bo'lishadi. Ya'ni keyin biz aytsak ham olib kelib berasizmi deydi. Ha, ayting, olib kelib beramiz. Imkoniyat darajasida olib kelib beramiz. Masalan, u kitobni olib kelib bering, bu kitobni olib kelib bering. Shunaqa narsalar bo'ladi o'quvchilar orasida. Yo bo'lmasam qayerdan olding desa, biz pastga kutubxonaga aytgandik, olib kelib berishdi deydi. Bir-biriga aytib, masalan, tushadi o'quvchilar. Shunga olib kelib beribsiz-ku, men ham aytsam olib kelib berasizmi deyshadi. Biz ham o'shalarni yozib olib, iloji boricha o'quvchilar xohlagandek tezlashtirib olib kelib berishga harakat qilamiz. Kutubxonadagi eng esimda qolgan va yoqqan kitob bu Savdogarlar ustozi. Men shu paytgacha ko'p kitoblar yoqib keldi, lekin eng yaxshi ko'rgan va juda ham yig'latgan va ta'sirchan bu kitob hozirda juda ham mashhur kitob Yashamoq. Kitob o'qib nima topding deydigan odamlar o'zi aslida kitob o'qimagan, qo'liga kitob ushamagan, qaysidir bir ma'noda saviyasi past odam kitob o'qib nima topding degan savol beradi sizga. Agar hayotida kitob o'qigan bo'lsa, kitob nimaligini, sizga nimalar bera olishini chin dildan his qilgan bo'lsa, odam sizga kitob o'qib nima topding degan savol bermaydi-da. Men atrofimda unaqa saviyasiz odamni yig'ilishini olamayman. Lekin bo'lgan, hayotimda 2 marta eshitganman shu savolni.
man u odamlarga shunaqa qaraganman-da, senga o'xshab boshqalarga mana shu savolni bermaydigan saviyaga erishganman deganman. Bo'ldi, boshqa gap aytmaganman. Men kitob o'qib qanaqa foyda olganimni aytadigan bo'lsam, men o'qigan kitoblar meni kelajagimga juda ham katta foydasi bor va men ularni alohida qilib o'zim bloknotimga kelgan kitobga o'zimni flomasterim bilan pachakni chiqarganman. Nimaga? Chunki u narsa menga juda ham katta важность bergan. Kelajagim uchun ham katta foydasi bor. O'ylashimcha, dunyoqarashimni katta o'zgartirib olgan narsalar. O'ylashimcha, ko'p odamlar kitob o'qib nimaga erishding degan savolga uchraydi. Men ham bu savolga uchraganman. O'zimda ham bo'lgan. Bir xil payt men ham o'ylab qolardim, kitob oddiy narsa-ku. Men ham bundoq fantaziyam ishlatib oddiy kitob yoza olmayman. Masalan, men ham oldinlari mana shuncha kichkina kitobdan boshlaganman. Artur Conan Doyle yarimi o'zbek, yarimi inglizcha kitoblardan. U yerda ham fantaziyalar kuchli bo'lgan. Agar men rasmi bo'lmasa o'qiy olmasdim, qiziqmasdim. Lekin hozirdik rasmsiz kitoblarni ham o'qiy olaman. Agar odam endi sezdim, men shuncha kitob o'qib, agar odam qancha ko'p kitob o'qisa, fikrlash va ko'proq nutqqa ham sababchi bo'lar ekan. Masalan, duduqlanish kamayadi, hayajonlanish kamayadi. Undan tashqari, masalan, kitob haqida mavzu savol berishganligida xijolat bo'lmasdan, hayajonlanmasdan bemalol javob bera olasiz. O'zimni tutishi bo'lib oldim, yaxshi o'qishni o'rganib oldim. Boshqa kitoblarni o'qisam yaxshi o'qiyman. Xulqim ham o'zgargan. В большинстве случаев сейчас я могу сказать, что читаю книги на 4 языках, и моя любовь к прочтению книг усилила мою, не знаю, могу сказать, знания в языках, поскольку когда вы хотите прочитать какую-либо книгу, возможно, она будет не переведена на узбекский или на русский язык, вы хотите таким образом прочитать эту книгу, что начинаете учить слова, ускорять свое обучение в каком-либо языке, и таким образом могу сказать, что любовь к книге не только помогает вам расширить свой кругозор, но таким образом дает стимул, как говорится в английском, have a stamina to, I don't know, enlarge your knowledge. Agar kitob yozadigan bo'lsam, men faqat nafs to'g'risida yozaman. Chunki nafs buyurayotgan narsani biz ham xohlaymiz. Nafs bizani faqatgina yomon yo'lga boshlaydi xolos. O'sha nafsiga ergashgan holda bizni o'qishdan, boshqa narsalardan ham qolib ketishimiz mumkin. To'g'risini aytsam, menda o'sha ko'p kitob o'qiganim uchun she'r yozishga, kitob yozishga ishtiyoq ham bor, qobiliyat ham bor. Bo'sh vaqtimda ham kitob yozaman, ham she'r yozaman. Lekin agar kitob nashr chop etish uchun yozish kerak bo'lganda, men o'smirlarning hayotidagi noto'g'ri tushunchalar va ularning hayotidagi travmalar haqida kitob yozgan bo'lardim. Chunki atrofimdagilarni kuzatsam, aksariyat qismi juda noto'g'ri tushunchalar bilan hayotda yashaydi-da, hayotida maqsad yo'q. Ularda berilgan tushuncha oilasidan noto'g'ri tushunchalar berilgan. Ularni ongini, fikrlashini o'zgartirish uchun oilasini o'zgartirish kerak. Uni imkoni yo'q. Shunaqa nima? Ularda shunaqa travmalar bor. Ular o'zini fikrlashi yo'q-da, faqat tashqaridan namuna oladi. Tashqarida to'g'ri, noto'g'ri narsalardan ham namuna oladi-da. Oilasida o'sha narsa to'g'ri shakllantirmagan. Bolam buni qil yo buni qilma degan narsa yo'q. Men imkonim bo'lganda yozardim. Aynan o'smirlar, o'sha 12 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalarda hayotidagi travmalari, ya'ni xato nimalari, singdirilgan tushunchalar, o'zlari o'ylaydigan noto'g'ri tushunchalar, ya'ni o'zlari nimanidir to'g'ri deb o'ylaydi, u noto'g'ri bo'ladi, shunga qarab olg'a harakat qilishadi-da, lekin hayotda ertaga borib yomon nimaga tupikka tiqilib qolgandan keyin o'sha tushuncha noto'g'riligini o'sha vaqt tushunib yetadi, lekin unda ancha kech bo'lgan bo'ladi. Если бы у меня была возможность написать книгу, захватывающая для всех, я предпочла написать ее в жанре, не знаю, классики, где можно больше выразить свои чувства и описать их. И таким образом, возможно, было бы заинтересовать и других при прочтении книг и подействовать на их интерес. Kitob o'qishni yoqtirish uchun kitobga alohida muhabbat va yon atrofidagi odamlar kitob o'qiyotganini ko'rish kerak va o'shanda o'sha seni muhiting ham kitob o'qishga o'rganadi.
kitob o'qish uchun eng katta va eng kerakli joylari bu o'zingga juda ham qulay joy yaratib va kamida 10 bet o'qishni maslahat beraman. Chunki o'sha 10 bet o'qiganingdan keyin bu seni kelajagingga va dunyoqarashingga katta o'zgarish bersa, sen albatta 10 betdan ko'proq o'qiysan. Ko'p tengdoshlar va qarindosh urug'larim kitob o'qishni yomon ko'rishadi yoki vaqtim yo'q deb bahona topishadi. Shu savolligiga, shu bahonaliga javobim shuki, masalan, men ham yomon ko'rardim. Lekin boshlaganimdan keyin o'zimni to'xtatib bo'lmadi. Boshlab olishni o'zi boshida qiyin bo'ladi, lekin boshlagandan keyin mazasini tatib qo'yganingizdan keyin уже sizni to'xtatib bo'lmaydi. Shuning uchun kitobni o'qishni ham boshlab olish kerak bo'ldi. Keyin vaqtni ham boshqa narsa xohishni ham problemasi bo'lmaydi. Meni kitob o'qishni yoqtirmaydigan do'stlarimga tavsiya. Ular birinchi qisqa u kitob haqida eshitib ko'rish kerak. Keyin ularni kitobga mehr oshadi. Kitob o'qishni xohlamaydigan insonlar nimaga xohlamaydi? Ularning oilasida shunaqa muhit yo'q-da. Kitob o'qiydigan muhit yo'q. Ular o'rtoqlarining orasida ham ko'rmagan, oilada ham ko'rmagan. Ularda shunaqa neyron rivojlanmagan. Ya'ni kitob o'qisa nimadir bo'ladi, yo kitob o'qish mazaligini his qilib ko'rmagan odamlar. Ularga bir tarafdan achinish kerak, to'g'risi. Chunki ular qanaqa mazani hali his qilib ko'rmaganda. Kitob o'qishga vaqtim yo'q deydigan odamlarga meni maslahatim ong markazidan kitob o'qishga vaqtim yo'q degan fikri o'sha tushunchani chiqarib tashlasin. Chunki ong markaziga nima kiritilsa, o'sha narsa ko'rinadi faqat ko'zga. Masalan, men ong markazimga meni kitob o'qishga vaqtim yo'q desam ham, bo'sh vaqtim bo'lgan taqdirda ham xayolimga kitob o'qish kelmaydi. Agar o'sha narsani olib tashlasam, qiziqish paydo bo'ladi, ishtiyoq paydo bo'ladi. Ong markazimda o'sha menda vaqt yo'q degan negativ fikr chiqib ketgandan keyin polibom kitob o'qishga vaqt topadi odam. Prosta ong markazida negativ vaqt, o'sha kitob o'qishga vaqtim yo'q degan narsani olib tashlasin bo'ldi. Ko'plar so'rashadi, shunchalik ko'p kitob o'qidik, shu kitoblarning orasida eng hammaga tavsiya qiladigan kitoblarning qaysi deganda, top 3 tasini ayta olaman. Birinchisi Artur Conan Doyle'ning Sirlar vodiysi degan kitobi, ikkinchisi o'zbekcha, uchinchisi esa Fotih Tumanning Men degan kitobi. Birinchi tavsiya qilgan kitobim Sohilsiz dengiz kitobini tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki Sohilsiz dengiz kitobi Imom Buxoriyning hayoti haqida yozilgan. Ikkinchi tavsiya qilgan kitobim Atom odatlari kitobini tavsiya qilardim. Uchinchi tavsiya qilgan kitobim Savdogarlar ustozi kitoblarini tavsiya qilgan bo'lardim o'quvchilarga. Men tavsiya qilgan kitob bu top 3 tasi. Birinchisi To'rtta xalifa, ikkinchisi Savdogarlar ustozi, uchinchisi Payg'ambarlar tarixi. Biznes bo'yicha boy ota kambag'al ota, dunyo qarashini o'zgartirib yuboradigan yo'l joydan paydo bo'lish kerak desa Stiv Jobsni. Chunki Stiv Jobsni nimaga aytayman? Ko'plar o'qib chiqmagan 250 ta mulohazasi bor. U yoqda u oiladan bo'lmaydi-da. U oila uni saqlab olgan bo'ladi. Uni kelajagi esa texnikalarga qaralgan bo'ladi. U o'zini yo'nalishi bo'yicha ketadi va o'zini dunyo qarashini o'zgartirib olib, juda ham katta narsalar yaratadi va oxirida Apple asoschisi bo'lib chiqib keladi. Meni tengdoshlarim orasida ham har xil darajali odam bor-da. Kitob o'qiydigan, kitob o'qishni yaxshi ko'radigan meni tengqurlarimga maslahatim. Kitob o'qimaydiganlar buni o'qimasin, chunki boshlamas vasiyasi tushib ketadi-da, katta kitoblar. Birinchi kitob hayotni tushunib yetish uchun, noshukrlik tushunchasini yo'q qilish uchun bolalik asarini o'qishini taklif qilgan bo'lardim. Ichiga kirib, prosta yuzaki qarab emas, shunchaki ichiga kirib, his qilib o'qishlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Ikkinchisi, hayot yutqazgan joyingdan boshlanadi. Turk asar bu. Ya'ni bor shunaqa yiqilgan vaqtida hayot tugadi deb o'ylaydiganlar bor. To'g'risini aytsam, o'zim ham shunaqaman, lekin bu kitob o'qib tugatganimdan keyin tushundim, haqiqatan ham hayotingiz yutqazgan joyingizdan boshlanadi. Chunki har bir xatoyingiz sizni ertaga bir pog'ona tepaga chiqishingizga yordam beradi. Siz xato qilsangiz xafa bo'lmang. Bitta xatoni qayta qilganingizdan xafa bo'lishingiz kerak aslida. O'sha narsani tushuntiradi. Yiqilganda bo'ldi deb orqaga chekinishi, ya'ni orqaga chekinmasligiga motivatsiya beradigan kitob bu. Uchinchisiga kelsak, Vavilonlik eng boy odam yokida boy ota kambag'al otani o'qishlarini maslahat bergan bo'lardim. Chunki hozir tengqurlarim orasida aksariyat qismi kelajakda biznesmen bo'lmoqchi, moliya iqtisod tomonidan ketishmoqchi-da va men bu ikkita kitobni maslahat beraman. Bu qisqa qilib aytganda
pul topma hisob top degan maqol bor, o'sha maqolga asoslangan asarlar. Ya'ni siz milliard pul topsangiz ham uni sarf qilishni bilmasangiz siz boy odam emassiz. Qo'lida cheklangan miqdorda pul bo'lsa ham uni to'g'ri sarf qila oladigan odam haqiqiy boy odam degan konsepsiya keltirilgan u asarlarda. O'sha asarlarni o'qishsindek, o'sha pulni qanaqa sarflash kerak, qanaqa pul topish kerak, pul o'zi nima degan tushunchalarga, o'sha savollarga javob topishadi. 3 ta kitob etdim. Bittasi badiiy asar, bittasi motivatsion asar, bittasi moliyaga nima qilingan asar. Qaysi yo'ldan ketishmoqchi, qaysi asar kerak, qaysi yo'ldagi asar kerak bo'lsa, o'shani tanlab o'qishaveradi. Men tengdoshlarimga maslahat bergan kitoblar So'nggi to'fon, Men и Яшамок. 3 книги, которые я посоветовала всем прочитать. В жанре детектива это все книги Агаты Кристи. Это прям 100% must-have прочитать. Второе. В жанре фэнтези я бы порекомендовала бы Стефани Гарбер. Не знаю, триологию «Караваль». Она может вас запросто заинтересовать и даже подтолкнуть на мысль заинтересоваться играми и цирком, которая является необычной, а магической. И третий жанр – это классика. Моя самая любимая книга в этом жанре – это «Три товарища». И я вам всем советую прочитать эту книгу, поскольку эта книга раскрывает все возможности дружбы, любви, и что мир не имеет преграды для никого. Для всех она обширная, и в этом мире вы можете делать все, что вы хотите, несмотря на войну, несмотря на, не знаю, болезни. Мир – это вы. Это то, что я смогла прочитать эту книгу и понять. Gapimni so'ngida shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki, nafaqat o'quvchilarga, balki ota-onalarga ham ko'proq farzandlariga kitob olib berishni va o'zlari ham yonida o'tirib o'qishligini tavsiya bergan bo'lardim. Chunki kitob o'qish bu oiladan boshlanadi. Siz hozir ko'rgan o'quvchilarimizning mingdan biri desak ham bo'ladi. Ularning bilimga chanqoqligi, kitobga bo'lgan muhabbati va maqsadiga intilishi hammamizga o'rnak bo'lishi kerak. Kitob o'qishni odat qiling, bilimga chanqoq bo'ling va o'z ustingizda ishlashdan charchamang. Zero har bir o'qigan kitobingiz yangi dunyo, yangi bilim va yangi tafakkur eshigini ochadi. Salomat bo'ling.